Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Demak, bu juda ham muhim video, oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Demak, mana mani o'rtoqlar Telegram kanalim, bepul signal kanalim. Albatta, kunlik signallarni berib boraman, bilasizlar. O'rtoqlar, oldin ham juda ham ko'p video qilib, men ya'ni signallarimdan qanaqa foydalanishni o'rgatganman, to'g'rimi? Yana bitta o'sha narsani aytib o'tib ketay. Misol uchun bitta narsani tushuntiraman. Bozorda tasavvur qilinglar, bizda klassika bo'yicha bitta треугольник, ya'ni trend liniya modeli shakllandiylik. Aynan mana shu model buzib o'tilgandan so'ng mana selga kirdingiz va stop modeldan qonun qoida bo'yicha yuqorida bo'ladi, to'g'rimi? Demak, o'rtoqlar, birga bir yursa, ya'ni stop loss примерно 50 punkt deb olaylik. Demak, bu tarafga ham pastga, biz tarafga qarab 50 punkt yuradigan bo'lsa, o'rtoqlar, bu model уже отработка qildi. Qildi deganda endi orqasiga qaytib ketadi degan gap yo'q. Lekin agarda bu model birga birdan keyin orqasiga qaytib ketsa ham bu modelda ishlamadi deya olmaymiz. Chunki bozorda любой model klassika bo'yicha stop lossga nisbatan birga bir ishladimi, уже ishladi hisob. Tushunasizlar-a? Bozorda eng kami birga bir ishladimi, demak u ishladi hisob. Qaysidir momentda birga 10 ishlaydi, qaysidir momentda birga 1 ishlaydi va keyin ketadi stopga qarab. Ikkalasi ham ishladi. Demak, eng kami birga bir ishlagan model bozorda ishladi, o'rtoqlar. Nima uchun buni aytyapman? Man keyin aytib o'tgandim, o'rtoqlar, yana bitta oldingi videoda, misol uchun o'rtoqlar, bozorda misol uchun mana oddiy bitta modeli. Agarda bilimlaring bo'lsa, bilimlaring bo'lmasa o'rtoqlar, misol uchun mana men mana bu yerdan selga signal berdim mana. To'g'rimi? O'rgatganman, modelda har doim yuqorisiga qo'yiladi, spreadlarni hisobga olingan holatda. Stop loss. Bilimlaring bo'lmasa o'rtoqlar, tipa birga birda chiqib ketinglar. Prosta statistika bo'yicha, ya'ni minuslar ham bo'ladi, plyuslar ham bo'ladi va signallarimiz ko'pi, eng kami birga bir va undan ko'p ishlagani hisobiga nimasi bo'ladi? Прибыльный bitimlar ko'pligini hisobiga o'rtoqlar, ubitkadan ko'ra daromad qilib yuraverasizlar deb jedari tilda tushuntirganman, to'g'rimi? Prosta kanalni tekshirib chiqinglar. Hech qanaqa bilimi yo'q odam ham misol uchun risk menejmentni oddiy lotda hisoblashni bilgan odam ham faqatgina signallar orqali birga bir bo'lib chiqib ketsa, уже daromad beradi. Tushunasizlar-a? Demak, bu bilimi yo'qlar uchun. Bilimi borlar uchunchi. Unda o'zlarining risk menejmenti bo'ladi, bilimi borda, tizimi bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun, mana bu yerda 50% ni yopib, qolganini 1 ga 3 ta ushlash mumkin. Va bizbitga qo'yib qo'yib yoki stop loss ursa ham 1 ga 3 ga yetmasdan 50% ni yopganini hisobiga baribir 0 da treyderning vazifasi har doim daromad qilish emas. U nima desa bo'ladi? Balansni xavfsiz saqlash, o'rtoqlar. Tushunasizlar-a? Demak, bu bilimi borlarda har xil risk menejmenti bo'ladi, o'ziga xavfsiz qilib birga birdan keyin moslashtirib oladi. Lekin bilimi yo'qlar, o'rtoqlar, tipa birga birda chiqib ketgan ma'qul bozordan. Tushunasizlar-a? Nima uchun buni aytyapman? Tak. Misol uchun mana men mana bu yerdan selga bugun signal berdim, ya'ni funt dollar M5 va stop loss bilasizlar, modeldan tepada buni aytganman. Prosta kanalda yozib stoplar qilib o'tirmayman-da. Taka hamma biladi bu narsani, juda ham oddiy narsa. Demak, sel, demak o'rtoqlar, bilimi yo'q odam baramatda birga birda chiqib ketish kerak o'zi. Bilimi bor odam уже hisoblab, misol uchun 30% ni qolganini 1 ga 3 ta yopishi mumkin. Batda 0.20 keyin bezbitga qo'yib qo'yib 0.30% bilan уже cheklanishi mumkin. Har xil risk menejment qiladi. Lekin birga bir yurgan odam, nima desa bo'ladi? Bilimi yo'q odam demoqchiman, уже birga birda chiqib ketgan ma'qul, o'rtoqlar, signallardan. Chunki men beraman, boshqasi beradi, bozorda 100% ishlaydigan signal yo'qda, buni ochig'ini aytgan yaxshi, o'rtoqlar. Traderning vazifasi ma'lum bir ishlash ehtimoli yuqori bo'lgan zakonomersiya, ya'ni takrorlanuvchanliklar hisobiga pribl ko'rish bo'ldi. Ya'ni hamma signal ishlaydi degan narsa yo'qda, hech qayerda yo'q unaqa narsa. Tushunasizlar-a? Misol uchun men keyin qayergacha borishini aytmayman, eng kami mana qilib yoki bunaqa qilib tizib qo'yaman-ku. Eng kami borish ehtimoli yuqori bo'lgan zonalarigacha tizib qo'yaman. U yog'iga yana dal ketish ehtimoli yuqori bo'ladi, lekin eng kamini men tizib qo'yaman, o'rtoqlar. Demak, bu holatda biroz pastda edi, ozgina yetmay qoldi. Eng yomon holatda ozgina yetmay qoldi, 0 ga mana 1 ga 1 ishlab berdi. Demak, o'rtoqlar, signallarimdan bilimi bor odam har xil texnika qilib, birga birdan keyin har xil texnika ishlatib, sef, bezbitga texnikalarni ishlatib foydalanishi mumkin. Bilimi yo'q odam, o'rtoqlar, tipa birga birda bo'lib chiqib ketinglar. Tushunasizlar-a? Misol uchun mana yevro kat parasida ham, o'rtoqlar, mana bu yerda men mana selga signal berdim, mana bu zonada stop loss albatta yuqoriga bo'ladi, ko'rib turganimizdek, batda stop urdi, o'rtoqlar. Ozgina yurdi, hisob emas, stop urdi. Demak, обратный, o'rtoqlar, mana bu zonada yana
kanalga yozdim, signal berdim. Ya'ni yozma tarzda man haliyam seldaman, bo'ldi. Demak, sel kiringlar. Tepaga stop loss o'rtoqlar. Tepa man pastroqni ko'zlagandim, to'g'risini aytgan yaxshi. Lekin uje birga birdan ham o'tdi bu biroz. Paka undan keyin ishlamadi. Hechqisi yo'q. Bilimi bor odam har xil texnika ishlatadi, bilimi yo'q odam prosta kirib stop loss birga birda chiqib ketish kerak. Bilimi bor odam bitta bezbitkada yoki uje nolda bo'ladi, chunki ma'lum qismini yopganini hisobiga. Biz tarafga yurgandan keyin birga birdan o'tgandan keyin. Tushunasizlar-a? Bular eng yomon holat o'rtoqlar. Misol uchun mana bu yerda outcat. Bu yerda haqiqatan hamma minus qiladi. Demak, mana bu yerdan buy, albatta mana bu yerga stop loss. Yokida nima bo'ladi, agressiv qo'ymoqchi bo'lsalar ham batgan qo'ysalar ham bo'ladi, lekin urib ketib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin batda bo'ldi, stop ishladi. Demak, bilimi bor odam mana bu zonalardan 0 yoki ozgina pribilda chiqadi bezbetkalarning hisobiga o'rtoqlar. Uni risk menejmentda yaxshi biladiganlar biladi. Bilimi yo'q odam tipa batda minusda chiqadi agarda birga birda chiqib ketmasa. Tushunasizlar-a? Mana ham zonada hamma minusda chiqadi. Endi bu nima bo'ladi? Keyingi safar обратный, misol uchun mana hozir signalni beray sizlarga shu yerda. Demak, mana bu yerda minus qilinlaringlar. Xo'p, endi signal beraman hozir 1 daqiqa. Tak. Prosta ortiqcha narsa chizib o'tirmayman o'rtoqlar. Uje vizualniy ko'z bilan chiziladi, juda ham nima bo'ladi? Grafikka ko'p qaraganlaring sari uje ko'z o'rganib ketadi. Paka bo'ldi o'rtoqlar mana. Hop. Mana shu maksimum chiroyli buzilib turib, tepada yopiladigan bo'lsa, qisqa yuqoriga harakat bo'ladi. Mana bu qisqa emas, примерно birga birdan o'tadi xullas. Mana bunaqa harakat bo'lish ehtimoli mavjud. Mana. Va mana bu yerda minusni bemalol qoplab olaveringlar. Nima desa bo'ladi? Bu yerda hozir minus qilinadi, to'g'rimi? Примерно misol uchun kim qancha minus qilgan bo'lsa, bu yerda chiroyli buzilsa, agar buzilmay lojniy qilib yo ertaga buzib o'tadigan bo'lsa, no aktual. Yaqin orada buzib turib chiroyli yopiladigan bo'lsa, uje mana bu harakatda ushlab, mana bu yerda minus qoplab olishlaring mumkin o'rtoqlar. Hech qanaqa tarixdan ko'rsatganim yo'q, real savdo mana. Ya'ni real analiz o'rtoqlar. Tushunasizlar-a? Endi kanalimga o'taman o'rtoqlar, muhim joyi. Tak. Eng yomon holatda 3 ta signal berilyapti. Eng yomon holatda ikkitasi birga bir, bittasi ishlamayapti. Ya'ni 4 ta desak ham bo'ladi. Mana bu yerda Eurocatda yana bitta, Outcatda yana bitta berdim o'rtoqlar. Buni ko'ramiz. Demak, hozir 3 tani o'zini olib qolaylik. Ikkitasi birga bir ishlayapti, bittasi umuman ishlamayapti, stop olyapti o'rtoqlar. Eng yomon holatda kanalda. Lekin endi bitta narsaga amin bo'laylik. Ya'ni tan olish kerak. Misol uchun signal kanalga qo'shilganlar biladi. Misol uchun tipa ashdan sel berilsa, mana bu yerdan sel berilsa, stop matda bo'ladi. TP1 batda bo'ladi, TP2 matda bo'ladi, TP3 batda bo'ladi. Lekin men signallarni qarasalaring o'zi TP3 gacha ham pastda olinib bo'lgan. Buni signal kanalga qo'shilganlar juda ham yaxshi biladi. Juda ham ko'p signal kanal shunaqa. Batda uje hammasi TP1da bo'lgan. TP1 manami bitta outcat olmagan u. Lekin Eurocat mana matuz o'zi TP1da bo'lardi. TP2 ni ham, TP3 da ham bo'lgan past. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Funt dollar ham uje TP1, TP2 ni bo'lgan bo'ladi. Signal kanaliga qo'shilganlar yaxshi biladi buni. Lekin men uni qilib o'tirmayman, unaqada risk menejmentda yaxshi chiqmaydi. O'zlaring yaxshi bilasizlar. Tushunasizlar-a? Lekin men hammasini batda zo'r ishladi, TP3 gacha bor desam bo'ladi. U hech kim unaqa narsa bilan yaxshi baraka topmagani o'zlaring yaxshi bilasizlar. Shuning uchun men bu prinsipga to'g'ri kelmaydi, men aytmayman unaqa deb. Demak, o'zlaring nima demoqchi bo'lganim yaxshi tushundilaring o'rtoqlar. Uje borgan boshqalarning nazdimda. Lekin men birga bir ishladi xolos, tamom. Eng yomon holatda ikkitasi birga bir qolgan, bittasi ishlamadi o'rtoqlar. Endi tepani qaraymiz. Kecha ham Eurocatda signal berganman mana. Qaranglar. Bilimi bor odam mana bu divideniyani ushlaydi, bilimi yo'q odam prosta birga birda chiqib ketadi. Tushunasizlar? Necha birga 3-4 soatdan bo'lyapti. Eurocat kechagi signal o'rtoqlar. Xo'p, undan keyingisi Nasdaq buy. To'g'rimi? Nasdaq buy. Qani. Xo'p, mana Nasdaq buy. Mana bu yerda, xo'p, Nasdaq mana bilimi bor odam birga birda chiqib ketadi. Bilimi yo'q odam birga birda chiqib ketish kerak.
Bilimi yo'q odam, bilimi bor odam mana matgacha ushlaydi. Matgacha emas endi mana примерно нормальный соотношение oladi, to'g'rimi? Manami ham уже katta. Tak. Bu ham уже biz tarafga bularni signalni kecha bergan nima? Qani, mana. Bu yana o'rtoqlay, yana hammasi signalni bergandim, уже ketyapti. Tak, bular nazak o'rtoqlar teparoqqa chiqadigan bo'lsa, mana tilla misol uchun mana bir bay berilyapti. Qani endi tilla? Bilimi yo'q odam misol uchun mana ham birga birda bemalol chiqib ketish kerak. Daromadni olib o'rtoqlar. Bilimi bor odam mana bunaqa divizioniyalar ishlaydi. Tushunasizlar? Demak, kanalda eng yomon holatda bunaqa ekan, yaxshi holatda o'rtoqlar mana bunaqa ekan. Tushunasizlar? Haligi har xil signal kanaliga qo'shilganlar, bitta o'zlaring aytib boringlar. Tepa nechigacha olingan? O'zlaring tushundiringlar nima demoqchi bo'lganimni. Demak, o'rtoqlar, mana bu eng yomon holatda kanalda statistikasi teparoqqa chiqib bemalol tekshirib chiqsalaring yaxshi holatlarni ko'rasizlar. Aytmoqchi bo'lganim o'rtoqlar, tipa bilimi yo'q odam ham bu kanalda prosta birga bir ishlab turib bozorda daromad qilib yurish mumkin. Nima savdo ochish, savdo yopish, risklarni hisoblashni bilsa bo'ldi. Tushunasizlar? Prosta statistikani tekshirib chiqinglar. Hammadan maksimal reaksiya kutaman o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyin kurs masalasi o'rtoqlar, bitta nima kursim, onlayn kursim. Tak o'rtoqlar 2 oy davomida bo'ladi, ya'ni shaxsan o'zim o'taman, Zoom orqali bo'ladi va ko'pchilik ishdaligini hisobiga kunda kechki qismida bo'ladi u. Примерно 20:00 dan keyin va kim darsga qatnasha olmasa ham, misol uchun Zoomdagi darsga kira olmasa ham, zapisi men tomonimdan kuniga guruhga jo'natilib boriladi darsga. Kim qatnasha olmadim degan soati to'g'ri kelmaydigan taqdirda ham qaytadan ko'rib vazifalar jo'natish imkoniyati bo'ladi unda. Va bozorda stabilniy natija qilish o'rgatiladi. Ya'ni asosan foreksda analiz qilish o'rgatiladi. Undan keyin kripto va aksiyalar ham kirib ketadi bu narsaning ichiga. Ya'ni ularda ishlash ham o'rgatiladi o'rtoqlar. Shaxsan o'zimda nima bo'lsa, sodda qilib aytganda hamma narsa beriladi. Xo'p, bo'lib to'lash, 3 ga bo'lib to'lash imkoniyati mavjud va eng muhimi o'rtoqlar VIP kanal qilganman. O'zim o'quvchilarimni doimiy qo'llab-quvvatlash uchun VIP kanalga doimiy obuna, ya'ni qo'shiladi, bo'ldi, doimiy ketadi yerda. Qo'shimcha bilimlar berib boriladi o'rtoqlar VIP kanalda. Boshqacha signallar berib boriladi. Ya'ni boshqa shunaqa signallar prosta yerda ko'proq bo'ladi va bilim sifatida, ya'ni bitta signal beriladi, misol uchun mana atrobotga to'liq mana shu nimaga berilgani tushuntirib o'tiladi video shaklida yoki yozma, голосовой. Tushunasizlar? Demak, bu VIP kanal bonus, hech qanaqa pul-mul evaziga batta qo'shilib bo'lmaydi VIP kanalga. O'quvchilarim uchun bonus bo'ladi. Doimiy qo'shiladi kursdan keyin bunga. Yangi strategiya bilimlar doimiy berib boriladi bu VIP kanalda. Demak, bemalol yozilishlari mumkin. Uje joylar soni kam qolgan. Asta-sekin to'layapti o'rtoqlar. Keyingi haftalardan ba'zi, undan keyin uje pro darslarga o'tib ketiladi albatta. Tak, bo'ldi, buni ham tushuntirdim. Asosiy savollarga javob berib o'tib